Шинжаң Шахла Халқара Сауда Шеркет таждарлыгыдагы Тоқтыма Тоқти фильмini көрішіңланы қаршы алымыз. Mezlik bir havatqını nənin ətirki desəm, əsli Şahla çaş doktor ekende. Bu filmni tövendeki orlama alaylı qoladı. Qutyar Халқара Сауда Şerketi Qutyar yürüyüş işimlikleri. Ma film hepte birli qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Халқара Сауда Şerketi ro'yab yürüyüşlük sağlamlık mahsulotlari. Sağlamlığımız en mühim, ro'yab hemra her daim. Perviş Şahla çaş doktoru da. Körkem çaşlarını teximi asıraydı. Mehirlik kaliplerini birbiriga bağlıqoçı Şahla çaş doktoru çaş ettir cevheri. Hey kız bil ko'nglimni bersan, hem rost dur so'zlarimga ishon. Qilmas men hech kimni sangtan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hatim ko'nglim o'tolmadim, To'xtama To'xti filmi her shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama To'xti. To'xtama To'xti filmini eng suzuk altını görmekçi bolsanız, bu işkilik kortni skanerlab Subat Abdidalının eng yeni nusxasini tushiring. O bu ündar salonuna baray deb kirgizib qo'yish tomoqni akab bo'pti. Ey xotin, tomoq yeyli mamada. Voy, isli. Bak kızım ko'rganman. Asıl Matih o'g'il do'stim bilan tomoq yeb, endi kinoga yig'ilmoqchi. Siz qaytib keldingizmi? To'xta. Voy, keldingmi? Nim uyga kirmay bir birinchi ketdinglar. Shu Asad abaytni ayadi. Bo'ldi. Hech yo'q adash. Bizmi shu amdi kirkta aylab turgan. Sen yig'inib tugdimi? Ha, yig'inim tugdi. Ha, bunday yo'l qaranglar. Yig'inda o'ltasak, direktor toz qaynab so'zlayapti. Meni bir nasvostimi, bir chivin kirib olibdi qaranglar. U yoq qufchidi, bu yoq qufchidi. Shunday chivinni qoraymi deb. Siz qaytib keldingizmi? Yaxshi turayotgansiz? Yaxshi, o'zingizchi? Men yaxshi. Adash. Kim qizol bu? Ha, sen birinchi qismda yo'q, shuni tunmaysan qizolni. Chiroyli qizol kejmi? Shu. Bu qizol bo'lsa shu To'xtininki tunji qiz o'stildi. Kechiring To'xti. Men Amerikaga ma'nsam bo'lmaydigan qoldi. Bilsiz meni o'qishim kutmagan, yana 3 yil vaqtim bor. Men o'z orzuyim uchun, o'z kasbim uchun o'z Yo'q! Bu tunji qiz do'sti hamda shu. Tunji qiz do'sti. Tujuk bahan. Ko'nglanni yerim qilma. Digina. Shu bu qizola To'xtilar xeli uzun yurgan. Bu ishkisi hamda. Keyin anikin chatal chiqib o'qiymadi dedimi, bir nima qilmadi dedimi, chatal chiqatdi bu qizola. To'xtini tashlab. Am qaytib ketdi To'xtan? Hey, men hayron qoldim qara. Bu To'xti yuvosh o'g'ini o'lajib, taliva kedaymi buning? Chiroyli qizlarni hammasi mushuni yaxshi ko'rib qoldi-ku. Tomir, donliq riyosatchi bo'lmasa. Shunun qaraganchada hozir qizlar yuvosh o'g'illarni yaxshi ko'rgan o'xshaydi. Shu qaytib kelib siz bilan ko'rishkim kelib, savdoshlardan sur chiqsam siz musha atrab turadi degandi. Shu udum shaylarni izlab kelishimdi. Ha. Vaqtingiz nab qo'ymagandimi? Yo'q. O'qishingiz tugdimi? Yana qaytamsiz yoki? Qaytmayman. Hozirgi planim ish qilib qilish. Yaxshi o'ylabsiz. Haris, To'xti numarangizni almashtirmadingiz. Men burungi numarangizni ishlatamsiz? Ha, burungi telefon numarim shu. Ha, ana sizga tushgan telefon bilan bir tomoq yeb kelamdi. Bo'lmanda.
Dostunuz barmı? Yo'q, bo'ldi. Bo'ldi, tamam, xeyr. Endi siz, men sizni avarqimay, men boshqa ishlarim bor, men ishlarimni qilay. Necha kun telefon qilsam ko'rishaylik. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Bu daqiqada To'xtining dunyosini tasvirligisiz murakkab hissiyot qoplagan edi. U 2 yil burun o'zidan ayrilib, yiroqlarga ketgan Shahloni unutib ketdi. Qaytib uchirtib qolgan taqdirdimi, tabassumdan boshqa g'ayriy hissiyot qolmaydi deb o'ylaydi. Afsus, To'xti Shahloni ko'rib jiddiylashganidan gapni qila olmay qoldi. Bu zodi nima uchun? Vay To'xti, men Shahlo. To'xti? Ba. Voy. Atlabak satoldi ya. Ba. İdarediligi yo'qlam qilganini kuni qoptiman men ba deb. Shu bugun sizga telefon qilishimda boshqa maqsadim yo'q. O'tgan deyishgan tuqqib bile tamoq yeb kelaylik deb. Shu uzoq o'tgan siz bilan ko'rishmayman, siz deydigan gaplarimni xeyli yig'ilib qoldi-ku. Shu telefon qilishimdi. Qanday vaqtingiz bormi yo'qmi degan? Vaqtim bor. Nima emas? Mayli nim bo'lsa, men baribir sizdan. Voy. Abla. Bugun bir xizmatni uchun deyishib qo'ygan. Shu yerga mang'atdim. Ha, bo'pti, ham siz xizmat muhim emasmi? Xizmatingiz qilavering. Keyin aloqalashamiz. Ma'qul. Boshqa kuni men sizni mehmon qilay. Voy, To'xtingiz qachaya qizlarni mehmon qilib olib ketdingiz, o'zingiz taklif qilib, xil o'zgarib qolibsizmi? Hay, bo'pti, ham sizning xizmatingiz aldirashtirmami daxli qilmay. Keyin ko'rishamiz-mi? Aras, mening telefon nomerim kirgizilang a? Bo'ldi. Men sizga telefon qilay, ya. Xo'sh. Yaxshimi? Qaysi xiltatdingiz-ni ya? Yo'q, men hozir keldim. Ha. Oy, men shu sizni bu yerga chaqirishimga asosiy sababdan men sud saroyining bir o'rnini o'zimiz ko'rib baqsaq, anan kechikimiz kirib bir amaliy tekshirish qilib baqsaq, bizning Shahlo shirkati bilan sizlarning shirkatning hamkorligiga eng muhimi mau loyihangizga misal foydasi bo'lib qolamki deyman-ku. Shu oldingi kuni direktor deganda menga mushakka bir ko'rpak va yaxshi echilibdi deb. Kep ko'rpaqanda men qadamak afzal kelgan sharoitlar. Shu men qarab baqsam, abay kagiti bu yerning odamlarim xeyli jiqtagan kelib ketishimi, anandagi qatnashimi qulaylikka, men mashina to'xtadigan o'rnimni xeyli kanka. Ammo men oshxonalarni bo'lganda, suhbatda shundan muvofiq ko'rdim-ku. Shu men shunday his qildim. Anandagi men oldingi kun kelganda, uduldiki ya o nimalarni ko'rpaqanda do'konlarni. Bir ko'rpaqamda. Mayli. Yaxshisiz. Siz bu yerda yuribsiz-ku? Shu sizga telefon qilsam, bu xizmatimizga aldirash degandingiz, shu uzoq o'tgan atrofga boqmoqlik. Chunki birdan bozor aylang'ashdan chiqib kiyim seta olay degandim. Xizmatingiz xeyli randarga. Men tanishtirib qo'yay. İsmi Ziba. Bu qadamliq men loyihamizga mushu so'zlar toz maskal kelgan o'xshamiz bir do'konlarni ko'rpaqaylab kelgan. Bo'ldi, To'xti jiddiylashma, men tushuntirib ketdingiz, men hatto tushunmadim. Men jiddiylashmadim. Ha, bo'pti, ham sizlar xizmatlarni qilaveringlar, men daxli qilib qo'ymay. Men birdan bozorlikdan chiqib kiyim seta olib qaytdim. Aras, meni tomoq taklif qilgansiz, unutib qolmoqchimi? Yo'q, unutib qolmadim. Bugun kechda bo'lsinmi? Mayli, men baribir. Kechgacha ishimiz tugaydi-ku, ha? Men sizga telefon qilay kechda. Ma'qulamiz, telefon saqlayman. Yaxshi xizmat qilaman, xo'sh. To'xti? Sotib oldi ya. Yo'q, qo'yinimda jiddiylashib ketasiz. U qiz kimdi? Bu qiz mening tunji qiz do'stim. 2 yil burun chatga o'qishga ketgan, shu hozir o'qish tugab qaytib ketdi.
Tushundim. Hozirmi yaxshi ko'rgansiz-da? Men uxlayman. Ay, qiz do'stim desangiz, ikkimiz ham bu yerda xato tushunib qolganmidu? Yo'q, xatomi tushunmas, xizmatlashish olgandan to'g'ri tushundim. Ammo tushdan keyin ko'rishga vaqtinglarda biroq tushuntirib qo'yingchimi? Ma'qul. Xato tushunishib qolmasin. Bo'ldi, xotirjam bo'ling. Bo'ldi, unaqa ikkimiz abay sizga yana berib ko'rib boqamiz. Men magazinlarni dedim qarang. Ha. U magazinlarning qurilishlari harajat. Oğlum, yüreknin, meninin kuvveti nerede? Mana mau yerda. Kanada Jameson yürüşlük meslatları, yürek mene sağlamlığı üçündür. Jameson yürek meni yaşartış mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Hey, nima? Nima qilsan? Tomoq zakaz qilyapman. Menga buyurta. Bu sen doim bizga tomoq yeylam kelamsan. Voy, qo'saq osh meniki. Baraydan qotamsan? Hozir shu mulozimat eng tez. Shu mulozim yaxshidan shu aka shu. Bu undar salondan qo'llandik buni. Polo ha. Ya 25 qo'y. Bular buyurta. Bugun tomog'ini yeb futmasni. Sen akşam o'ynab futurib qo'yapman. O'chog'il kelsan-da bugun ha. Kechi cho'g'o qara. Men tadqiq qildim. Bugun futmasni qarabdi ha. Men sen bugun yana bir qatam futurishdan nimaligini o'rgatib qo'yay. Qara. Ko'proq qizalni. Ya aldığıma qo'ya taqsalni. Ko'p gündüz bozaq qilib, kichikgina bir qizalni. Nima qilsang mamda ey. Badining o'chik ishinib ketma, bizga ishga. Unosti bizga ma'qul, mashq qilganjima sanab qo'yay. Ha. Hozir ketsam ulgursa sana aytib qo'y. To'g'rimi? Bizni ko'miga qaypat kira olamiz. To'g'rimi? Men uchun so'rayman. Ber. Ishga. Mana? Qarag'ani bugun rasman orqali chiqamsa qolmandimi? Ha. O'zimni ko'jma, bizni bozaq qildimi? Ey, mana hozir kichik bolalar ko'ryapti-ku. Filmda menda qo'pol ko'rinishlar chiqasa qolmaydi. O'chirishtirib bir. Hajim to'a, o'chirishtirib. O'chira. Bo'ldi qilam. Men sizlar kessammi bo'lmadimi? To'xta! Uni akasam bo'lmaydi. Agar Asad bishad bo'lgan bo'lsa, Asadmi seni tumarsida akitishingga yo'l qo'ymaydi. Hozir Asad yo'q. Bizmi seni uni akitishingga yo'l qo'ymaymiz. Chunki Asad bizdan yaqin do'stimiz. Bo'ldi qilam. Bo'ldi xon qiz. Dadang saqlab qoldi bizning oila. Xon qiz? To'g'ri. Bu bizning Quyosh ko'roy liderining jon qizi. Bu nima shakati bu? Siz bu puldor oilaning qizmasiz? Zot kim bo'lsangiz? Quyosh ko'royning? Nima bo'lib ketdi u? Shunda pulmi? Ha. Quyosh ko'roy degan xalqarodagi 500 cho'ng korxonaniki birisi. Ular davlat ichidimi? Xili oldin qatardiki shundaq cho'ng guruh necha milliard deganni qo'rqmay hajlaydigan cho'ng korxona. Demak, amsa Asadmi puldor oilaning ba'zisidan. Bir mo'sh pul ekan olsin-a. Yalan tush qalanda. Ömrümde ben işte atalmış baylağa hem de üç. Qilanda tutsa? Hey, Asad bizni aldab turjimi? Yo'q, akam sizlarni oldimidi. Amaliyotda akam bilan dadamning munosabati faqat yaxshi emas. Amsa opangiz bilan-chi? Akam kichik vaqtida dadam oilaga beklam oz ko'ngil bo'ldi-ki. Hatto akamning opsig'im tuzuk ko'ngil bo'lmaydi-ki. Dadam hamisha sirtda qatirab yurgachga, akam va uning opasi uyda doim yolg'iz qoladi-ki. Akamning opasi uyda yolg'iz o'tiraverib, buruq turma kesib bo'lib qoldi.
Ondan kesli ig'irlab ketib, bu azobga bardoshlik berolmay akam kichik vaqtida qazo qildi. Şu akam opasining o'limini dadamdan ko'rdi-ku. Shuningdan tatib akam dadamga ancha yaxshi muomala qilmaydi. Shunga u ikkisi faqat chiqisholmaydi. Shunga Asad ashunda mulkchilar ekanligini. To'xta. Unda bo'lsa biz sizdan degingiz, uni opasi degingiz. Biz amaliyotda tadbir, apa boshqa opasini bo'lamiz. Bu ishlar yuz bergandan keyin mening opam ondan bo'yiga yotliq bo'lib kiribdi-ku. Biroq men tug'ilgandan buyon akam meni xuddi o'z singlisdek ko'rdi. Shundoq e'tiborlaydi. Akam aslida kichigidan tortib rasm chizishni yaxshi ko'radi. Biroq dadam hamisha uni savdogar bo'lishga majburlag'achqa akam bu ishlarga chidamay uydan chiqib ketgan. Qachonlar qarshi nerede bir nasiz bo'ltaman. Nemizga bayda qiladi bu? Tuta balqini olandi buningda. Ya bir musiq bir felak chiqib ketmadi. Puling olsa bunda rassom deganda necha ming deb qildi. Apangmi sendek ne isteymi? Tayin yo'q. Asad, shunga mulkchilar ekanligini? Akamning kichigida yaqin do'sti bo'lib boqmagan. U hatto o'ziga yaqinlashganlarni mening salohiyatim uchun menga yaqinlashidi deb o'ylaydi. Shu o'ziga yaqinlashgan har bir odamni yaxshi odam emas deb o'ziga yaqinlash qilib qo'ymaydi. Unda bo'lgandan keyin uning do'stlari albatta bo'lmaydi-da. Biroq u uydan chiqib ketgandan keyin men o'ylab boqmabdim. Hatto akamni bir umr do'st tutmaydi deb o'ylab ekanman. Biroq u to'xtaqashqa uchirgandan keyin sizlardek yaqin do'stlarga uchrabdi. Men amaliyotda akamni izlash uchun uydan xufiyani qochib chiqqan. Shu bu qitim dadamning bakla ochiq kelib ketibdi. Qaraganda men rostli ketmasam bo'lmaydi-ku. Sizlarga rahmat. Akam bilan yaqin do'st bo'lganinglarga rahmat. Namsi men qaytay. Haras. Sadiq aka. Xo'sh. Men uchun to'xtaqashga xo'sh deb qo'ying-a. Sizga xo'sh. Tasaya og'irsi. Berib, Asad izlayli menga. Berib, xushum ishtamda umi. Hozir Asadni topqil bo'lmasa, biz oldi bilan bu ishni to'xtaq deyli. Balki to'xtadan amal bo'lib qilish mumkin. Ammo asha qil. Ko'rolabini? Yaxshimiz bor. Yaxshimi? Meni kapsiz-ku. Shu sizning xizmatda tushishni saqlab turishim. Bundoq tushunmaydigansiz Mirzo. Men sizga qancha qitim dedim, men hozir arilishyapman qarang. Ishimiz hozir qo'ng'ishsiz mustaq yaxshi do'stlardan bo'lib o'tsak bo'lmamda. Eng muhimi, mening sizga rostli ko'nglim yo'q. Sizni aldatsiz bor. Men hammani aniq qildim. Bu faqatlar shirkat hamkorlashuvchi xizmatchingizga xolos. To'g'ri, xizmatdashim. Lekin xizmatdoshlar o'zaro muhabbatlash bo'lmaydi degan qoida yo'q-ku. Sizni oldimida? Yo'q. Siz meni yana aldatsiz. Siz bilasiz, men sizdan qancha yaxshi ko'raman. Men siz uchun nurg'un ishlarni qildim. Acaba siz menga bir qitim fursat berishni xohlamamsiz? Shundoq tushunmaydigansiz. Men hozir to'xti bilan shundoq yaxshi arilishyapman. Siz nima ish bundan mening turmushimga daxl qilasiz? O'g'il do'stingizmi? Ha. Asha? Ha. Qancha bilmayotganman. Qanchalik bo'ldi? Bizda hamma aralashdik. Men hamma ishlarimni sizga deydigan vazifam yo'q-ku. Men hammani bilmasman. Bu sizlarning shirkat bilan hamkorlik qilish orqali sizga maqsadli keltirishadi.
Agar ular sizlarni shirkatda hamkorlik tuzmagan bo'lsa, allaqachon bayram bo'ladi. Mening shirkatimiz sizlarni shirkat bilan yaxshi hamkorlikda. Uning ustiga sizlarning direktor bilan eng yaqin a'yo. Bu gaplarni hammasi tushunadi deyman. Hamda uni bashirsini aytmaysan. Hey. Vay. Ha, yadımdı ba. Ben şu hazır xizmatdan şu tugab, hem de öyle qaytib keldim. Yüz gözümü juvib tutam sizga telefon qilay ya. Bo'ldi. Öyle kirib tutam chiqib. Ma'qul ha? Yey. Endi keldingmi? Ha, ma'qul. Men endi telefon qilay ya. Bu qo'ya telefonni. Va nima öyle kirmay yen talab turib turibsizlar? Shu seni saqlab turdik, chataq chiqdi. Shu cho'ng ish chiqdi hozir. Voy. Aldırmay sözlerini aldırmay. Özallan besi öyle be. Qara, abaytim baqo, bunday yo'lda qara. Ha, musha yo'lda abaytin. Ya bu Esed. Hep şengimge mağdada qina Esed o'zi. Shu bizmi topolmayapmiz hozir. Telefon qilsak ya olmaydi, uyga kirsak uydim yo'q. Telefon qilsammi ha? Ha. Unda o'sina ketganda o. Esed bunda qilmaydi. Uning bir ish bo'lib qolmasa. Voy shu bizim shu bir ish bo'lib qolmasdi deb ansirayapmiz shu. Endi sen nima qilmagan bilan uni bizdan bakarak tushungandiki, shu sen kelgan vaqtda billa izdamiz deb saqlab turgan seni. Shu. To'xta. Bir ish bo'lib qolgan taqdirda o singlisini shuni qilgan degan cho'qim yenib kelib qo'ydi. To'xtanglar. Bunda qilaylik, men bir necha bag'aylarni uqma. Ha. Men adresini hammalarning telefoniga avatib beray. Uchimiz ayrimiz deyli. Ha, ma'qul. Men Qanday oldi? Voyliqi, doim bardig'ayliq Samsxondan o'g'u. Samsxondim yo'q hozir, topolmadim. Ma'mi keldi. Qanday oldi xabar bormi? Hali rasmsiz g'ayriga bordim men. Borsam yo'q-ku. Men bir xil ko'nglim g'ashlab qo'yadi, bir ish bo'lgandeklar. Undan bo'lmaganda bu. Telefon keldi. Asa shumga qarab baqa. Emaski. Voy direktor. Ha? Voy direktor, men Ha, ma'qul, hozir boray. Ma'qul. Nima bo'ldi ya? Ma idora berib, birisi men qarchaplab, men ustimda az qildi. Astag'firullah degan nimjiq ish bu. Hey. Bunjola cho'ng'ishib ketgan bo'lsa, undan so'ng sen avval idoraga baqira. Men Asadning ishini bo'ldi, bizga topshirib beraman. Sen beraver. Shu. Ma'qul. Sen shirkat mama hozir. Agar Asaddan xabar bo'pli qolsa, men telefon qilinglar. Ma'qul. Unutib qolmanglar. Ma'qul. Am kim telefon keldi? Voy direktor. To'xtay. Mening abayaqsini saqladimni unutib qoldingizmi? Bir telefon urib qo'yingizmi? Men men do'stlarimdan ozroq ish chiqib qolgan. Shu ishni bir tarafga yutib boray deb hozir manglayotgan maqishingizga. To'xtay, bilman. Ayni vaqtda sizga men vafosizlik qilib sizni men tashlab ketgan. Lekin men hozir qaytib keldim. Uning izchil pushaymonim bor. Qaytib kelib birinchi izdigan odamimiz siz bo'ldingiz. Lekin Yo'q, undaq emas, Shahla. Siz o'ylagandek undaq emas. Men shu Lekin men qaytib kelib ba'zi yuz bergan ishlar qarab sizning burunqi qat'iy o'xshamay qolganingizni his qilib qoldim. lekin shirkat tarafniki men shirkatga bormasam To'xtay. Agarda ko'ngilingizga nisbatan kichkina o'rin bor bo'lsa, chuqur gapni izlaysiz. Uning ustiga mencha ikkimizning o'rtaligida bir qitimliq fursat qolib qoldi. Men sizga kelishingizni umid qilaman. Sizni saqlayman. Yana ish chiqdimi? men
qilishimni bilmadim men. Ey, men hamini anglab turdim qara. Bu kallam bo'lganki o'zing obda o'yla. Qaysi ish muhim? Sendan bekerak bo'lsa. Ben Qara. Eng yaxshisi ko'nglingdan so'rab baq. Qaysi ish muhim bo'lsa, sen berib shu ishni qilgin. ma'qul. Undan bunday qilaylik. Şinjan Şəhla Xalqaro Sosial şirketining teri asrash yuyish mahsulotlari 200 xildan oshadi. Şirketning uzluksiz taraqqiyotiga ergishib, avtonom rayonimizdan 50 nafar hamkorlashishga chaqirdi. Baholashda o'tganlar shirkatniki To'xtama-To'xti film guruhini qo'llashdagi hamkorlashuvchisi bo'ldi. Shahla shirkati hamkorlashuvchilarni alohida e'tibor va hamkorlik siyosati bilan ta'minlab, bu 50 nafar hamkorlashuvchiniki tuvan tanarx bilan igilik tiklashga yordam qildi. Hamkorlashuvchi elektriklardan keyin shirkatning masosati huquqiga erishiladi. Shundaqla har taraf o'rtaq manfaatlanadi. Fursat g'animat sonchaklik. Agar siz To'xtama-To'xti filmni yaxshi ko'rsangiz, shundaqla bu fursatdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi aloqalash nomeri bilan aloqalashing. 0991 58 88 242. Ha, yaxshimisiz? Ushlab ketdingizmi? Siz ushlab ketdingizmi? Ustimidingizmi? Sen ustidingmi? Sen ustidingmi? Siz ushlab ketganda qilib tursiz, ha? Sizmi ustimidingizmi? Ha, bo'pti. Oy, siz ustidingizmi? Ha, ushlab ketdingizmi? Men shu qutiyardan bir narsam yeni bir budlik chiqqandi. Sizga beray. Masalan, ma'nodami yeni bir budlik chiqib qolsa, siz ushlab ketganlarga bering, ha? Guruhlanmaymiz atashpaz. G'uzashini shu qurib sherkat qilansak jo'n gap shu. Guruhlanji. Men qo'shiyotmajmi? Asa amman sen. Qara. Qo'rqma. Guruhlanmaymiz biz. Umid yo'q guruhlashdan. Action! Bo'ldi, urmasiz bilan kessamni bo'lmadimi? Deb kulsa? Oldin qarabma, pas. Nimash olmaydi bu? Mamay turibdi. Ishga sanaqadimi? Boshda mani. Qayta. Ahlasatni tashlashma. To'xta deganda. Niyat bo'ldi, ham yo'q gapmi? Aka. Yer odiylarni ketkizib berib, ustiga qanday qilamiz? Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM aptitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eron saloni, Bog'chavan saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Mayshamol saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchibiz saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirzat saloni va Nur to'riga rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqitib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.